Siz Merkuriy planetiga tekshirishga chiqadigan tunji astronomiya gruppasi bilan birga tekshirish safariga chiqishga tanlandingiz. Planetga qo'na-qo'nmayla olam kemasidan tunji bo'lib siz sakrab tushib, bu yangi planetga qadam bosgan tunji insonga aylandingiz. Qarliq o'nkirlarni aralab etib, bir o'nkir ichiga kirdingiz. Vah, bu nima? Tuyuqsiz yangi avlod iPhone telefonidan birga putlashdingiz. Texi uning Hollywoodning eng yangi kinolari qachilangan edi. Bu telefon qayerdan kelib qoldi? O'ylab ketgan birdan bir javobingiz cho'qim boshqa biri sizdan ilgari bu yerlarga kelgan. Cho'qim shundoq bo'lgan. Ammo u kim? U bu yerga qachon, qandoq keldi? Nima uchun bu to'g'riliq hech kimga ma'lumot bermadi? Shu arada birisi sizga bu telefon Merkuriyning aylanish natijasi tasodifiylik bilan yasilib qolgan. Hatto Hollywoodning filmlarining qachinishi bu sababdan bo'lgan desa, qandoq inkos bildirarsiz? Allohni kim yaratdi? Bu hammamizning ko'nglidan kechadigan bir savol. Balkim balliq vaqtlarimizdan tortib bu savollar mavjud. Qayerdan keldik? Bizni yaratib, vujudga keltirgan zot kim? Bu savollarni so'rashdan ilgari texmi aqlga muvofiq bunu savollarni so'rab boqayli. Bir tanharakatchining yugurish musobaqasida birinchilikni qo'lga keltirganligini ko'rdingiz. Undaq sizningcha bu musobaqada u tanharakatchidan yuqori natijaga erishgan kim? Qaysi xil rangdagi tuxum tug'maydigan xo'roz tuxumining rangi bo'lishi mumkin? Siz tug'ilishdan ilgari dadingiz sizni qancha qitim aylantirg'ili elib chiqqan? Qandoq? Bu savollar butunlay mantiqsiz bilinyapti. Undaqda yaxshi. Ammo shuningdek qilch shubhangiz bo'lmasinki, bu savollar Allohni kim yaratdi degan bema'ni savoldan ko'p mantiqliq. Yuqorqi savollar mohiyatida qanchalik logikalik xatoliklarga ega bo'lsa, bu oxirgi savolga o'xshash, balki texnik ko'p logikalik zidliklarga ega. Bir ateist Allohni kim yaratdi degan savolni so'ragan vaqtida bundaq bir logikalik zidlikka yo'l qo'ygan bo'ladi. Yaratquchi aslo biriga muhtoj bo'lmaydi. U har shayning yaratquchisi. Aql bizga Alloh taolaning nasabi to'g'riliq so'zlashning inson qudratining xorijiy bir ish ekanligi va Allohni kim yaratdi degan savolning hech qanday ma'niga ega emasligini ko'rsatib beradi. Chunki Alloh taolo maxluq bo'lmagan ekan, qandoqsiga Allohni kim yaratdi degan savol o'ttirg'a chiqadi. Agar iloh yaratilmish maxluq bo'lsa, u holda u iloh bo'lmay qoladi. Ilohning mavjudligi azalidir va u har narsaning yaratquchisidir. Allohning mavjudligi bir muqarrarlikdir. Navoda biz yaratquchining zoti haqida har bir mavjud bo'lg'uchi bir vujudga keltirguchiga ehtiyojlikdan iborat bu mantiqni chiqish qilib turib savol qo'yganimizda chiqish yo'li bo'lmagan quruq ziddiyatlik bir davriyalikka tushib qolamiz. Aql va tasavvurning chekliligi, Allohning boshlanish nuqtasi bo'lmagan azaliy zot ekanligidan iborat bu haqiqatni qandoq tushunamiz? Azaliylik degan nima? İnsanın nisbeten ölüm, adalet, rahimdillik ve onundan başka insan hissi biliş iqtidar arqılıq biləlaydigan şeylerden ibaret bolğan hayatlıqını tasavvur qilish, tushunish qanchalik qiyin ha? Ammo hech narsa bo'lmagan azalilik aqlning bilish doirasining sirtida. Chunki aql faqat hissi bilish a'zolar doirasi ichidagi narsalarni tasavvur qila oladi. Ammo hisdan tashqari bo'lgan narsalar ilohiy vahiy bo'lmagan ahvolda tabiiy aqlning bilish doirasining sirtida qoladi. Ammo inson aqliy bir shayning hech bir sababsiz vujudga kelishini qabul qilmaydi. Ya'ni inson yashayotgan milliard yillardan buyon mavjud bo'lib kelayotgan bu koinot uchun uni vujudga keltirgan va uningdan ilgari mavjudligini davomlashtirib kelayotgan biri bo'lishi kerak. Biz cho'qim uningdan ilgari hech bir narsa mavjud bo'lmagan qadimiylikka yetib berishimiz kerak. Ya'ni nihoyatsiz orqaga yenish jarayonidagi zanjirsimonlik hech nimadan darak bermaydi. Bir chegara qo'dg'uchi askarni tasavvur qilib boqayli. Uningga berilgan ta'limotga ko'ra, mazkur askarning qo'mondonining buyrug'isiz dushmanga o'q chiqarish huquqi yo'q. Uning ustidagi qo'mondonmi bu vaqtda buyruq chiqarish uchun o'zidan yuqori darajali qo'mondondan ruxsat olishi kerak. 3-qatlamdagi qo'mondonmi o'xshashli bu xil qarorlarni chiqarish uchun o'zidan yuqori darajali qo'mondondan ruxsat olishi kerak. Va bu jarayon shundoq cheksiz davomlashaveradi. Agar biz tuyuqsiz askarning o'q chiqarganligini anglasak, biz buningdan tabiiy askarlar qatlamining oxiri bo'lmagan cheksizlikka ega emasligini, balki bu yerda hech kimdan buyruq saqlamaydigan yuqori darajali harbiy qo'mondon birisi bo'lib,
uning o'z oldiga qaror chiqaradiganligini va qarorlarining boshqa biriga qarashliq emasligini bilalaymiz. Agar mutlaq huquqqa ega bu qo'mondon mavjud bo'lmagan va askarlar qatlami cheksiz bo'lgan bo'lsa edi, u holda haliqi askar mangu o'q chiqara olmagan bo'ladi. Bu dal ateist faylasuf William Rodning agar zamonning boshlanishi bo'lmaydi ekan, uning mavjudligidan so'z etish mumkin emas degan ko'z qarashini sharhlash uchun Hujjatul Kawniyya degan kitobni yozishga turtki bo'lgan narsadir. William bu vaqtda mundaq deydi: bu dalillik inchik xatolikni ko'rsatish haqiqatan qiyin. Bu yerdagi xatolikni isbotlab chiqish nima uchun qiyin? Chunki ularning qarashicha bu bir logikalik ma'no bo'lib, aql oson va bevosita tushunadi. So'rg'uvchisini xijolat qo'ygan bema'ni savol. Richard Dawkins Iloh Sabsatsi nomli kitobida biz Allohni bizning yaratquchimiz deb qariy olmaymiz. Chunki biz Allohning qayerdan kelganligini bilmaymiz degan ko'z qarashni bir qancha yerda o'ttirib qo'ygan. Lekin u bu ko'z qarashni uni boshqa yangi zamon ateist faylasuflarga o'xshash xijolat qo'ydiganligini xiyolga keltirmagan. Ko'plagan ateistlar buning o'xshash oddiy falsafiy xatolik sodir qilishdan saqlanolmagan. Masalan, dаңlıq ateist faylasuf Mike Ross Guardian gazetida mundaq deydi: bir ateist bo'lish suputim bilan qandoqsiga Allohning barcha sabablardan behojat ekanligini tushunishga uringanimda Iloh Sabsatsi degan kitobning meni to'liq xijolat qo'yganligini degan edim. Xristianlar Allohning mavjudligining zaruriy ekanligini iddia qilishdi. Men buni tushunish uchun nurg'ulg'an tirishchanliklarni ko'rsatdim. Dawkins va uning fikrdoshlari bu xil iddialarni ko'rmasga soladi va buni tushunishga tirishqanlarni masxara qiladi. Ular kishilar orasida faxrlanib turib, Allohning mavjudligining sababi zodi nima deb so'rab yurganida tamoman bir ahmoqqa o'xshab qoladi va xuddi katta bir falsafiy yangilikni bayqagan biridek davron selishadi. Amaliyotda bu bir bayqash bo'lmasdan, balki mavjud haqiqatlarni o'zgartirmaydigan ziddiyatlik savoldan iborat. Rossining deganidek, bu yangi bayqash emas. Musulmon faylasuflari ming yillar ilgari mumkin mavjudiyat va zaruriy mavjudiyat orasini ayirganida bu vaqt to'xtalgan bo'lib, mumkin mavjudiyat koinotga o'xshash yo'qligini tasavvur qilish mumkin bo'lgan narsalarni bildirsa, zaruriy mavjudiyat o'zidan boshqa barliq narsalarning mavjud bo'lishining sababi bo'lganligi uchun har vaqt mavjud bo'lishi kerak bo'lgan mavjudlikni ko'rsatadi. Mu'min bilan ateistning farqi: har ikkisi o'rtaq bir prinsipga e'tiqod qiladi. Her ikkisi yaratquchisi bo'lmagan, boshlanishi yo'q, yo'qlikdan paydo bo'lmagan va zamonga yoki sababga muhtoj bo'lmasdan o'zligidan mavjud bo'lib turadigan bir mavjudlikning bor ekanligiga ishonadi. Ularning farqi qayerda? Ateist bu yaratquchi yoki paydo qiluvchining tabiat yoki moddiy ekanligiga qanoat qiladi. Ammo mu'min bu yaratquchining tangdishi bo'lmagan, azaldan mavjud bo'lgan yagona zot Alloh ekanligiga e'tiqod qiladi. Biz yaşayotgan koinotdagi barliq mavjudotlar hammani bilib turg'uchi va hikmat bilan ish qilg'uchi bir ilohning bu koinotni paydo qilganligiga dalolat qilgan ekan, olamning barliq qonuniyatlari bu olamning tasodifiy paydo bo'lib qilish haqidagi eng oddiy ehtimollikni yo'qqa chiqargan ekan, tabiiy fan olimlari hattoki ularning ichidagi eng radikal, dinsiz deb qaralganlar bu olamning paydo bo'lishining bir boshlanish nuqtasi borligini e'tirof qilgan ekan, undaqda bu olamni hammani bilib turg'uchi, hikmat bilan ish qilg'uchi bir Allohning yaratganligini e'tirof qilmasdan, hech bir irodasi yoki kuch-qudrati bo'lmagan, hech narsani bilmaydigan, jonsiz bir moddaga bog'lab tasavvur qilish haddidan oshqanlik, aqldan adashqanlik emasmi? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning javobi: navoda kallamizga olamni Alloh yaratgan bo'lsa, undaqda Allohni kim yaratgandi degandek qalaymiqan savollar kelib olsa, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bizlarni Allohga sig'inib, Allohdan panohlik talab qilishga va bu xildagi savollar haqida bosh og'ir chiqmaydigan qalaymiqan o'ylarga g'arq bo'lmaslikqa buyurib degan buni meg'izliq so'zi eng o'lchamlik javobdir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu vaqtda insonlar o'zaro savollar so'rashdi. Hatto ba'zilar Alloh barliq mavjudotlarni yaratibdi. Undaqda Allohni kim yaratgandi deyishdi. Agar bundaq savollarga duch kelsanglar, Alloh yeganidir. Barliq mavjudotlar Allohga muhtojdir. U Alloh bola topqanmi emas, tug'ilganmi emas. Allohga tangdosh hech kishi yo'qdir, danglar deydi. Chunki mavjudlik azaliy bo'lgan zot haqida savol so'rash qalaymiqan jo'ylaganlikdir. Bundaq savollarni cho'nqurlab ketmaslik kerak.
hech bir paydo qilg'uchiga muhtoj bo'lmasdan, hech bir maxluqqa ojiz tushmasdan, yakka yagona holda azaldan mavjud bo'lib kelayotgan, barliq ayib nuqsondan xoli, kamoli mukammallikka ega, mavjudlik vojib bo'lgan, ustida hech bir hukmron bo'lmagan, uningdan burun hech bir yaratqich bo'lib boqmagan, mangu mavjud bo'lib turadigan zotga munojat qilganingizda qalbingizga huzur beg'ishlovchi bir xotirjamlikning asta-asta kirayotganligini his qilmamsiz? Dal shu chog'da qalbingiz Allohning elchisi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Alloh haqida aytgan so'zlarining ma'nosiga taslimiyat ko'rsatadi. Alloh menga yetarlikdir va kifoyadir. Alloh duo qilgan kishining duosini anglab turg'uchidir. Allohning dargohidan boshqa panogoh yo'qdir.